Bu siz bilan biz yashab turgan bu hayot, mana bu o'tirishlar, yurish turishlarimiz bir kun shunday to'xtab qoladi. Hayot davom etadi, bizniki to'xtab qoladi. Nimaga desa, o'sha kun biz o'lib qolgan bo'lamiz. Xuddi o'sha kuni ham domlaning yoniga nikoh o'qiyotgani ketayotsa, ikkita er xotin keladi ajrashish uchun. Men mana talog'ini berganman, shuni ajrashyapmiz, endi attan qilyapman, 4 ta bolam bor edi. Siz birovga nikoh o'qigani ketyapsiz. Lekin sizni yaningizga ikkitasi ajrashganlar kelyapti. Bir paytda o'zida qaysidir nikoh bog'lanyapti, qaysidir oila buzilyapti. Nikoh o'qib chiqqaningizdan keyin telefoningizga SMS keladi. Domla, shu palonchi o'tib qoldi, asrga janoza belgilab qo'ydik. Endi siz shu janozaga kelib ichga bayon qilib, ma'ruza qilib keting degan har telefoningizga kelib turadi. Kimga to'y, kimga o'lim. Har kuni davom etadi shunday narsa. Shuning uchun kimdir o'lgan kuni hamma to'ylarini to'xtatmaydi. Tirikchiligini to'xtatmaydi. Hayoti